Rasul men senga aytdim-ku tez uyga boraylik deb. Sen nima kechira bording menni? Albatta yugur. Davay. Qatdingmi? To'xta, mashina o'tib ketmasin. Men o'zim o'taman, to'xta, birinchi o't beraman. Ketdik. O't. Nima? Nima ekan? Sotiladi. Davay telefon qilib ko'raylikmi? Qansani? Voy. Telefon qilib ko'raylikmi? Ha? Hozir telefon yoningdan Ha? berib turgin. Shuni men telefon qilib ko'raman. Nima? Davay sen uyga borib tururgin, men hozir telefon qilib o'zim yetib olaman, xo'pmi senga? Hozir tak. Hop, nechli? 95li 903. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu nimada, do'kon sotiladi ekansizlar, sotiladimi birozdan do'kon? Ha, sotiladi. Unda qachon kelasiz? Men qachon kelasiz? Bo'ldi, demak, ertaga men sizni mana shu yerda skameykangizda o'tirib kutaman, xo'p? Xo'p. Davay. Tak, o'rtoqlar hammaga salom. Sizlar bilan Muhammad Mirzo va bugun bizlar ukam bilan turib birozta video olamiz. Ketdik. Tak, ukam nima qilyapsan-e? Ketdik. Topani yapamiz. To'xta, ukam kiyimingni almashtirib olding. Ko'rinmayapti. Ketdik uyga. Yo'q, qo'rqaman mana mashinani. Shu Supra 90 K90 qora. Qanday? Zo'r. Supra K90. Wow. Mashina Ketdik. Vashi mazza qo'radi. Ammo gaplashdim sotuvchi bilan. Kelaman dedi-yu. Davay endi yuraveraylik uyga. Ukam bitta mashinada terilib qolibdi, ketdik, uyimizga ham kelib qoldik. Voy, Supralaru. Bizga ham bitta mashina bo'lganda zo'r bo'lardi. Ketdik uyga. Mashinalar. Odam ko'chada yo'q, menimcha uxlashyapti erta tongdan. Hamma uxlayapti. Davay tez uyga. Biz erta uyg'onamiz. Bo'lgan. Davay, men ketdim uyga kirib turibman. Beshinchi etajda uyimiz. Meniki 5-ni mana. Eshigim meniki bilan bir xil ekanda. Mana men uyga oldim. Bo'pti-ku. Bo'pti aka. Tak. Qani YouTube nima qilaylikchi? Bunaqangi. Bismillahirrohmanirrohim. Davay o'tirdik, qani YouTube'da yangiliklar nima ekan? Salom do'stlar. Sizlar barcha boshqa video ko'raylik, davay. Tushdik. YouTube'dan ko'rgim kelmayapti. O'chirib qo'yavering. Kompyuterimni. Men hammomga kirib chiqay. Videoga o'chirib turadi o'rtoqlar. Mana ukam atatong tuni ham tushib qolyapti. Ketdik, borib uxlaymiz uyimizga. aka, men ishim bor edi. Nima ishing bor kechqurunda? Yuring yo'qlar. Erta ko'zman borib kelaman. Bo'pti. Yo'lda adashmaydi. Bo'pti. Kalitingiz o'zingizmidi? Ha, o'zimda. Ha, bo'pti aka. Havo ham isib ketdi, o'tirib qilib. Men endi biroz uxlab olsam. Mayli, uyga olaylik. Endi o'chiramiz, ketdi. Betim qaraychi. Tak, yaxshi. Atalarni telefonlarni qilamiz. Endi qani ovqatlanib olayman-chi. O'tiray. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkita yetadi menimcha. O'rnimda to'yib qoldi. Qani qarab turayman ekan. Erta tushishiga ham hali ancha vaqt bor. Metti mashinalar chiroyli-da, bizga ham nasib qilarmikan. Men ukamni oldiga boraychi. Tak. Birovlari, Flora aka. Qanasan? Shu. Nima qilyapsan? O'yin o'ynayapsanmi hali ham ekan? Hakkarlik 5 minut, xullas 64 ming pul yig'dim. Dollarda. Ukam, ana ertaga andoqga borib kelish kerak. O'zim borib kelaveraman, sen uyingda o'tirib turargan, xo'pmi? Nima o'ynayapsan, Minecraftmi? Boshlaymiz. Hakker. Hali hammi. Men bunisi o'tirib turay. 64 dollar yana 64 dollar topdim. Minecraftga kirgan o'ynaylik. Davay survival qilamiz. Davay. Kiryapsanmi? Menga qo'shilgan. Davay ketdi. Tas.
Ha, hozir men tashqariga chiqib kelay. Tez chiqib kelyapsam tashqariga. Tak, o'rtoqlar, sizlar menga nechta like bosib bersalaring, bu ikkinchi qismini chiqarishni aytaman. Agarda sizlar menga 50 ta like bersalaring, ikkinchi qismi chiqadi. Shuning 50 ta like va ikkinchi qismini kutilamanda. Endi esa mukammalga kirdik. To'xtagan, men nima qilib olay? Bizga tushib chiqay. Anu yaqinda menga bir kishi uy sotaman diyordi. O'shuni ko'raychi, men agar endi bo'lsa, ukam tug'ilgan kuniga sovg'a qilaman, davay. Qatta edi? Normali, mana mashinada vashshe ekan. Uyga desa kerak emas, ukamga boshqacha sovg'a ham qilib beraman. Voyda. Mana bu mashinani qaranglar, vashshe-yu. Chiqani. Judayam chiroyli ekan. Chiqarib ko'rishmasmikin bitta? Bag'adaglar prostoy. Mana yashil vashshe chiroyli ekan. Ichidagi salonni qaranglar. Vashshe zo'r. Bunisi-chi? Buni ondoqlar ham bor ekan. Bunisi bo'lmaydi. Qorasi qani? Supra. Ketdi, hozir bilib boshlamasam. Ukam oldiga kiraychi. Tunturum. Qani ketdi? Ukamdan ovoz kelyapti cho'ta. Ukam nima bo'ldi? Minecraft o'ynaymiz. Kompyuterim yonib qolibdi, qarab qo'ymaysan? Svetingdan ketyapti, pulingdan ketyapti o'zing. Ketdicha to'p tepamiz. Yo'q, aslida yangamda o'yinlarga tosh ko'tarilar, toshlar kelgan. Ketdi ukam bilan chiqib o'ynaymiz. Davay. Ha, tosh ko'tarasan, sen oyog'ingni ko'tarasan, davay. Ukam qarab, bitta o'yinlar kelgan. Nimaga boshqa bolalar yo'q? Bitta chiqyapmiz ko'chaga. Yo'q, abetki paytda hamma uxlayapti. Ana, ko'tardim. Bittasini sindirib qo'ydim. Mayli. Davay, mo'llarda o'ynaveramiz. Mencha yuguray. Hop. Hop. Men ketdim, seqanchiqdan tushaman. Qaysi? Ha, bu o'yin sataymi? Vallahi o'ynash. Yemane, haligida. Ha, kalmar o'yiniga o'xshash. Davay, bunda qo'yincha o'ynayman men. Hop. Juda qo'l mayli. Ukam ketdi, kech ham tushib bog'lanchi. Davay, o'rtoqlar. Hammalaringga salom, yana bir bor men uyqudan uxlab turdim, lekin basharam yomon oqib ketgan. Lekin andoqaga ham suhbatga ham borib kelishim kerak edi. Andoqa nima deydi, do'konda suhbatga. Do'kon sotib olaman deyapti, o'shunga ham borib kelishim kerak. Mayli, men endi bitta betimni yuvib chiqib olsam. Voy. O'rtoqlar sochiq qortib olaman. Endi o'rtoqlar ketdim. O'zimiz qaraylikchi, yaxshi chutki xatirlardan sevib olamiz. Menimcha hozir qo'lim to'q, unchagim kelmayapti. Andoqa suhbatgacha agarda rozi bo'lsa, kompyuterga ham andoqa qo'yaveramiz. Plastik kartamizni ham olamiz, telefoni. Ukam telefoni kecha menda qolib ketibdi. Tak, 30 ming olyapman men o'zimga. 30 ming dollar. Uncha hozir pulimiz kam, shuning uchun uncha ishlatmay turaveramiz. Davay. Hali biz remont ham qilishimiz kerak. Mayli. Ketdi, kecha biz telefon yotganda. Ketdi. Uyqu so'rayapmanmi? Nima bo'lyapti? Ha, mayli, davay, endi ketaverdik. Ukam hali uxlayotganda, mayli, uxlaversin. Davay. Ukam bitta joyga borib kelaman diyor, mayli, meni to'xtatdi, keyin bitta joyga borib kelaman. Tak, ketdi, endi olay. Ancha mana yetib ham qoldim. Bir nima ostanovka qoldi. Qani davay. Mana Assalomu alaykum, bro.
Kecha siz bilan gaplashgandim, brat. Ha, Xonma do'konni bitta ko'rib chiqsam bo'ladimi? tak, ko'rdim. Nima bu animatsiya qolib ketganmi? Nima bo'lgan bu yerga? Ha, Voy, aynilasinib ketibdi. Qancha deyapsiz aka bu yerda endi? 30 ga beraman. Juda o'rtoqroq qiling, nima deyapsiz aka? 30 deyapsiz. Vashi bitta mebellar ham aka. Aka, mebellar o'zimizdan. Davay unda aka, mebellar o'zingizdan bo'lsa. Davay aka, unda mebellar o'zingizdan. Ularni tozalaveramiz. Bo'ldi aka, bo'ldi. Davay aka. Mana aka sizga 30 beryapmiz, mana aka. Bo'pti aka, rahmat, sog' bo'lasiz. Ertaga dogovorda ko'rishib olamiz, brat. Davay, bo'pti. Aka, Hoy, aka chaqiryaptilar. Aka. nima bak kelib turay? Mashina olmaysizmi? Yo, rahmat, brat. Jipli ishlab olsam keyin olaman, brat. Olmoqchi bo'lsangiz, mashinani manda. Bo'ldi, brat. Bo'ldi, brat, xo'p. Aka, mashina, akada mashina ham bor ekan. Nu, akani mashinasini olamiz. Hozir pul yo'qda bizda baribir. Shuning uchun uyga qani ketdik. Tak, o'rtoqlar, mana yaxshi, ancha ishlarimni bitirib oldim. Magazindan sotib oldim, o'rtoqlar, qizig'i. Endi uni mebellarni o'zlarimiz qo'yib beramiz deyishyapti-yu. Ukammi? Hozir ukam o'zi kelyapti o'ta. Ha, uka, men tashqarida edim. Tashqarida. Nima kiyiminglarni almashtirdingmi uka? Vashi chiroyli kiyim kiyib olibsan. Ha. Davay, men eshikni ochib olay. Tak, ukam ketdik uyimga. Uka, gaplashib o'tiramiz. Yaxshi. Yurka. Yangi narsa qo'ydingizmi jakada? Ha, bitta. Ventilator ham. Ha, ukam, o'tirgin ukam. Ventilatorni yoqib qo'ying ukam. Men o'zim yoqaman. Ukam, bugun ana bu kecha magazinga suhbatga borib keldim. Sotib oldim, lekin biroz qimmatroqqa sotib oldim. O'shanga yarasha mebellarini berishar ekan. O'shanga yarasha mebellarini berishdi, 30 mingga sotib oldim. Aka, sal qimmatroq ekan-ku. Mebellarini berishar ekan amali o'zlari. Mayli, sizga mebel berishsa yaxshimi? mayli. Sot. Bu ukam, bu nima deyapsan? Bunga tegmaga sindirib qo'yasan sen bunaqa narsalarni. Qarang, $30 yo'qmi? Ukam mehnat yo'q. Magazinni pulimi? Nima magazin? Arzonga sotib shekilli, menimcha. Yo'q. Ancha yaxshi sotdim bile. Yo'q, $30gacha o'yinchoq oldim. Yangi. Bilmadim. Mayli, bitta buzilib oldi, keyin to'lab qo'yaman. Ketdi ukam tashqariga. Ukam, jim ketdi. Yur ketdi. Tez. Tak, ukam, endi dogovorga borib kelishim kerak edi men. Sen uyingga kirib turolman, dogovorga borib kelaman ukam. Davay, bo'pti ukam. Mana ukam ham kirib ketdi. Endi sekin jicha plov olib, bu dogovorda ham kerak bo'lib qolishi mumkin pul. Shuning uchun plov olsam, tak. Menimcha shu pullar yetadi, shu $3 bilan vatsen. Ketdi endi o'rtoqlar. Davay. Qani ukam, men ukam oldiga bormay qo'yaveray. Ukam oldiga bormasa men boradi. Tak, tushyapmiz. Davay, tez. Bu endi olg'ay o'rtoqlar. Tak, agarda endi rozi bo'lmay qolsa bilmadim, lekin rozi bo'lsa bo'ldi-da. Yaxshi niyat yarim davlat olg'ay. Akani kutyapman, kelib qolsalar bo'ladi. Yo'qni ko'rinyapti aka, ha. Aka, bo'ling endi tez. Ha, va alaykum. Ketdik aka. Kiraylik. Ha, mayli, ketdik. Qani bu yerda dogovorchi odamni o'zimiz qilib olaveramiz aka. Qog'ozni olib keldingizmi, dokumentlarni? Davay, menga bering-chi aka. Nechta dokument? 14 ta dokumenti. Mayli, o'zim bitta qog'ozga jamlab olaman. Keyin akam rozi bo'lasiz, mana bu suyunchi siz uchun, mana akam suyunchi bu sizga. Yaxshilik ko'rishaylik aka, mana bo'pti 5 topib qo'yasiz, bo'pti aka. Mebellarni beraymi? Mebellarni o'zlaring qo'yib ketaveringlar, men brat o'zim olib olaman, brat. Bittaga qo'yib ketaman, bittagacha. Ha, bo'pti, brat.
O'rtoqlar menga unashdi. Menga unadi u bola. Va men dokumentlarni oldim. Mana bular soxta emasmi? Yo'q, soxta emas o'rtoqlar bular. Bu soxta emas ekan mana. O'zim tekshirib chiqdim. O'rtoqlar menga unashdi, o'rtoqlar. Endi men magazinim bor. Ketdim ukamga aytishim kerak tez-tezda. Ertaga aytaveraman ukamga men endi sekin uyimga adashib qolmasdan yetib olishim kerak chunki tun ham tushyapti. Bu yerda shifoxona bor ekan. Yaxshi bo'lib shifoxona qurilgan bizga. Tak, короче, hamma narsani qilib oldim. Endi ukamga aytib chiqaman bitta. Ukamga aytib qo'yay bitta. Keyin mayli. Hozir ham uxlagim kelyapti chunki juda ham bugun ko'p ish qildim. Nima yaxshiroq uxlaganim yaxshiroqmi? Mana uxlab ham turdim, ketdim. Ventilyator ham yonib ekanda o'chirdim. Ukam oldiga kirchi bir marta anaqani aytaychi. Shartnomaga qo'y qoldirib olgan aytaychi, biroq qani davay ketdi. Taxta ukam ochur ukam uyi. Ukam qayerdasan? Nima qilyapsan ey? Nima bo'ldi, sen uxladingmi? Televizorda yangiliklar nima ekan? Ay, eshitmay qo'ygan yangiliklar. Davay, uy shaxmat qo'ydirdingmi? Davay, o'ynaylik tushga keti. Davay, хорошо, davay, ke. Davay, men yuraman, poq, yur. O'yna. O'ynayapman. Qara ketdi 1, 2, 3, 4. 4 ta olib ko'rdim ukam. Aka bitta narsa yangiligim bor. Menda ham yangilik bo'lsa, birinchi aytdim kim aytaman ekan. Ana, dedim chiqaringlaringni. Nima, san rakibini qayerda? Rakibini. Men aytirakinam aytgancha. Tez bo'ldi ekan. Qani? Bo'ldi, tez bo'l. Nima qilasan? Nima yangiligim bor? Aytaymi birinchisi? Sen ayt ukam. Meniki emas u. Meniki vashi sadikidan zo'r. Orzu qilib yurgan narsangiz. Meniki vashi. Aytaymi? Aka qarang. Yangi narsa zakaz qildim mana. Xo'p. Nima bu? Svetoforda chirog'i-yu bu ukam. Yana 5 ta zakaz qildim. Ukam ichib olganmisan, nima qildingsan? Jinni ukam. Davay. Aka qarang. Hani Supramingiz kelayotdi. Da. O'shani sotib olmadim. Kaliti menda. Qayerdan olding kalitsa? Buzadigan gaz zakaz qilganman. Bu to'kiradigan emasmi bu? To'kiradigan emas. Olib ketchi, bittasini berchi. Men so'ba. Hali Supralar bor. O'shani Suprani minamizmi? Endi men yangiligimni aytaymi ukam senga? Men sen bilan dogovorni, do'kon dogovorini qildirdim. Rozi bo'ldim. Masa. Ertaga mebellardan qo'yib qo'yamiz, işte keyin so'tovlik qilamiz ukam. Davay ukam. Ketdik ham. Uxlab turgin, davay ketdik. Uxlagin tur. Ukam ketdik, uxladik. Bo'pti ukam. Bo'pti aka. Davay. Assalomu alaykum hammaga, yana bir bor sizlar bilan Muhammad Murtado yana bir bor. Tak, betimizni yuvib olaylik. Davay. Tak, qanday atirlardan sifonamiz bugun dogovor qilib qo'yganmiz kecha. Bugun mebellarni qo'yib berishlari kerak edi. Aka. Taq. Ukam chaqiryapti. Nima uka? Kirorim. Kiro. Qani, atirdan sifon. Keyin ukam o'tir, narsalardan ye. Aka, hali kecha aytadimi? Kalitdi. Eshitdi, esa. Esimda ketdi ukam. To'xta, birinchi qarang, hech kim yo'qmi hozir? Qani, hech kim yo'qmi? Qani? Hozir mana deyman. To'xtani, ko'chaga chiqamiz. To'xtagin ukam. Yo'q, ichim yo'q. Menimcha hech kim yo'q. Davay ukam. Ketdik. Shippa nima qilasiz? Keyin. Ketdik. Qiz olib kelganman. Qiz olib kelganman. Ketdik. Hozir to'xtagan sekiroq tushgan. Hozir qo'shimni o'g'anib kelsa aytib berishadi. Sekiroq tushgan. To'xta. Qaysi birini bilaman. Qisgan ukam ketdi. Sekin o'tirib olgin. Yo'q, bilaman, aytoni ketyapti. Ukam ketdi. Aytishni chiqayotgan pecheni. O'tir. Davay. Menga yashilsanga pushtisi. Sen qiz bolasan, bo'laverasing. Agar BMX 89547. Oy, dali. Fashi kayfu, ukam men to'g'ri. Fashi mazza menga.
Ketdim ukam. Ketdi, давай. Volan. Sekinroq yur ukam. Men ham yo'ldan chiqib ketyapman. Men ham birinchi marta mashina minishim. Mashinani topmayman. Aka, давай katta yo'lga. Ye. Katta yo'lga. Yomon uyam chiroyli ekan. Men ketdim, короче. Ukam Ukam ketdingchi, andoqaga yurchi ukam. nimaga? Esa ishlamaysan, qattiq olib berasan. Nimani? Suprani? Magazinga boraylikchi. Mana supra olib berdim. Mayoqqa yur, magazinga boraylikchi. Kalitni buzdingsan. Bile. Bile. Qani ukam, nima bo'ldi ukam? Qani. Aka, Ovoz kelyapti cho'tta. urolda. Qattasa? Mashinani urolda. Qattasa ukam. Aka, yoningizga ketaman. Marketdan ondamisiz? Qochib bor ukam. Qochib bor ukam. Chikor berdi, aka yoniga. Ukam tayyor bo'libmanmi? Qani, to'xtaymiz. Marketga yoniga kiraman, marketga kiramiz. O'sha kechagi lokatsiyaga joyga. Xatga qo'yamiz buni endi. Aka, meni tegmasdan yutamiz. Ukam jim o'tiring, o'zim o'rtada yaqin joyga qo'yib berish kerak. Aka, men o'zimnikini urib berdim, sara. Nima qilay, qochib bor ukam. Qo'limizda qolganligi. Tez ke ukam. Magazinni o'zi bitibdi. Qani? Birinchi bo'lib men kirib beraman. Davay. Voy, vashi ukam. Mevalar, sabzavotlar. Bo'g'si yebsiz, men kasir bo'laman. Ayvi. Pasholi o'ynaydi ekan. Voy, ro'bichalar. Ular o'zim yeb qolaman. Ro'bichalar to'tlar. Biz sotuvchimiz ukam yeb qo'ymagin, ukam och ko'zli qilib. Ko'z ochliqni yeb qo'ymagin ukam. Yeb qo'ydimi birinchidan? Aka, yuringda yaxshi. Kiringda. To'xta, men minaman bilan, ya'ni urib olmagin. Mana bitta mina. To'sh pastga. Chiq. To'xta, yuring orqamdan. Chiq. Mashinani orqasidan yuring, meni orqamdan. Yuring, bo'ling. Yuring. Hozir urib olaman ukam, tez yur. Ashkotda yo'ldan ne burilib ketaverasiz. Orqamdan yurishim shart. Ashkotdan chapga burildi, o'ngga burildi. Maytdan. Aka, mana maytdan, to'g'ridan. Aka, men qaves bormi deyman. Ukam, menda prava yo'q. Bugun birinchi marta minishim sovuqlaydi degan. Mana aytdim, yurasiz, sekinroq yuring. Urvomen ana. Maytdan qarang. Tezlikda kelyaptim. Drift qilib uraman-da, to'g'ri yoqib ketdi. Ukam, nima qilding? Buni ukam hechkimga bildirmasin, joyiga qo'yib qo'yish kerak. Tush ukam. Chiq mashinangga. Sen chiqqin manikiga. Bo'ldi, aka, o'zimga. Tush. Tushga. Manikiga uryapsan ukam. Prava yo'qmi ukam? Yo'q. Ha, bildim. Davay ukam. To'yga qo'yib, o'shuncha senga aytdim. Aka. Bilmaydi. Urib yuborman mashinangga. Yaxshi. Ya bildim. G'alamiz teskasiga qo'yadi mashinani. Davay ketdik. Xullas, o'rtoqlar, agarda ikkinchi qismini so'rashlaring uchun o'sha elitalar kelinglar. Hammaga xayr, sizlar bilan Muhammad Mirzo va mening ukam xotirasi bo'ldi. Salom.